O'smir tarbiya qilayotgan ota-onalarni eng 3 ta qilayotgan katta xatosini hozir aytib o'taman. Birinchisi, bolani tengdoshlari munosabatiga aralashish. Ya'ni sinfdoshlari o'rtasidami yoki do'stlari o'rtasidami aralashib qo'yayotgan joylarimiz bor, lekin aralashmasdan buni kuzatishimiz kerak. Ya'ni o'shanda bilamiz bolani xatti-harakatlari qanaqa shakllangan, bolani fikrlash doirasi qanaqa shakllangan, bola o'zini qanaqa tutyapti, tengqurlari oldida qanaqa tutyapti. O'sha narsani kuzatib borishimiz kerak, aralashmasdan. Ikkinchisi, bola bilan birgalikda keyingi hayotiga reja tuzmaslik. Ya'ni bolaga nima yaxshi, nima yomonligini belgilab qo'yamiz, lekin bolani o'tirib, bola bilan reja tuzib, bola o'zi nima xohlayapti, nima qanaqa yo'l tutish kerak, unaqa narsa yo'q. Rejani biz tuzib qo'yamiz, o'sha reja asosida bola yashab ketish kerak. Bu qilayotgan yana bitta xatoyimiz. Va uchinchi xatoyimiz bolani fikrlarini inobatga olmaslik. Ya'ni bolani eshitmaymiz, faqatgina o'zimiz to'g'ri deb bilgan narsani bolaga singdirishni xohlaymiz. Lekin bola ham bitta shaxsiy, individual. Sizga to'g'ri kelayotgan narsa sizni bolangizga to'g'ri kelmasligi mumkin. Ozgina ularning ham fikrini eshitishimiz kerak, inobatga olishimiz kerak. O'shandagina bolani fikrlash doirasi yana ham kengayadi. Mayli qanaqadir vaziyatlar bo'lib qoladi, bolamiz noto'g'ri fikrlashi mumkin. Lekin yo'q, men ota-onaman, meni gapim to'g'ri degan narsani bolaga uqtirib, meni gapim to'g'ri degan narsani faqatgina o'sha narsani ushlab olamizda, o'zimiznikini singdirishni boshlaymiz. Bu ham eng katta xato deb o'ylayman. Keyinchalik bola o'zini fikrini ifoda qila olmay qoladi. Na kattalarning ichida, na keyingi hayotida o'zini fikrini inobatga umuman olinmaganligini sezib, o'sha jarayonda ertaga bola o'qishga boradi, universitetga kiradi yoki bo'lmasam qaysidir bir jamoaga borib ishlaydi. O'shanda u bolani ichida qanaqadir kreativ fikrlar bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam zo'r g'oyalari ichida bo'ladi-da, lekin u bola uni taqdim eta olmaydi. Sabab bola o'sha ichida biladiki, yoshligidan, o'smirlik yoshidan o'sha bolada bilingan, shakllangan shu narsa, meni fikrim atrofdagilarga muhim emas. Etmasam ham bo'ladi degan narsa bolada shakllanib bo'lgan. O'shaning uchun ham bola o'zini fikrini ifoda qila olmay jimgina yashab yuradi. Lekin bu ham bir keyinchalik bu narsa insonni charchatadi. O'shaning uchun iltimos, aziz ota-onalar, farzandingizni ko'proq eshiting, ko'proq muloqot qiling, qanaqa fikrlayapti, fikrlash doirasini quloq soling, tinglang. Ana undan keyin bola bilan o'tirib qanaqadir bir rejalar tuzing keyingi hayotiga. Faqatgina o'zimizniki to'g'ri degan talqinni olib borish bu noto'g'ri deb hisoblayman. Bugungi mavzularimiz mana shulardan iborat edi. Bola tarbiyasi bo'yicha yoki bo'lmasam bolani bilish jarayonlari bo'yicha qanaqa savolinglar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Sizlarga to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz.